Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Men shu Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabida musiqashunoslik bo'limida musiqa nazariyasi fanidan dars beraman. Bugungi seminarimizning mavzusi uchta uchlik turlar va aylanmalarini solfejo darslarida o'rgatish metodikasi, ya'ni usullari. Bularni boblarga bo'lib chiqdim. Birinchi bobimizga asosan kiradi. Solfejo darslarida o'sha uchta uchlik turlar va aylanmalarini o'rgatish nazariy asoslari. Birinchi o'rganib chiqamiz. Keyin metodika va pedagogik yondashuvlarini. Bunisida usullari, pedagogik qanday yondashsa bo'ladi, ustozlardan, o'zimdan katta ustozlardan olgan bilimlarim haqida gapirib o'taman. Keyingisida uchta uchlik turlari va aylanmalarini musiqiy tizimdagi o'rni. Ikkinchi bobimiz asosan metodika haqida ketadi. Amaliy mashqlar metodikasi. Keyingisi o'tkaziladi. Tak. Uchta uchlik turlar va aylanmalari mavzusini o'rgatishning bosqichlari. Ikki guruhga bo'ldim. Birinchisida asosan ma'ruza. Uchta uchlik o'zi nima, hammasi haqida har doim birinchi bo'lib gapirib beramiz. Birinchi usulimizga uchta uchlikning o'zi, turlari nima, aylanmalari nima, o'zi bizni musiqa tizimimizda nima uchun kerak, o'zini vazifalari haqida gapirilsa, ikkinchisi asosan tuzish, nota daftarga har xil tanaliklarda tuzib, kuylash haqida gapiriladi. Endi mavzumizni hamma bilsa ham qisqacha boshlab o'zi haqida gapirib ketay. O'zi uchta uchlik nima, uni qanaqa turlari bor? Uchta uchlik asosan akkord hisoblanadi, tersiya bo'yicha joylashgan. Uni 4 xil turi bor: majrur, minor, orttirilgan va kamaytirilgan. Endi bu yerda turlari 4 ta mana majrur, minor, orttirilgan, kamaytirilgan dedikmi? Bu yerda o'zini oraliqlari haqida gapirib o'tganman. Asosan qanaqa intervallarda, tersiya intervallarda tuzib chiqamiz. Endi uni ikki xil aylanmasi bor: sextakord bilan kvartsextakord. Birinchisiga o'tadigan bo'lsak, sextakord 6 raqami bilan belgilanadi. O'zi har bitta raqamda o'zini ma'nosi bor. Musiqa nazariyasida 6 qanaqa interval hisoblanadi? 6 sexta interval bo'lgani uchun sextakord deyiladi. Endi nima uchun 6 raqami bilan belgilanadi? Uchta uchlik aylanmasi, birinchi aylanmasi tuzilganda ikki chetidagi tovushlar oralig'i sexta intervalini hosil qilgani uchun 6 raqam bilan belgilanadi. Endi keyingisi ikkinchi aylanmamiz kvartsextakord 604 raqami bilan belgilanadi. Uni ham o'zini ma'nosi bor. 6 sexta 4 kvarta bo'lgani uchun kvartsextakord deb ataymiz. Bu ham shunday, ikki chetidagi tovushlar oralig'i sexta bilan kvartani hosil qilgani uchun kvartsextakord deyiladi. Keyingisi. Endi o'rgatish usullari. Birinchisi, endi soddaroq qilishga harakat qildim. O'zim qanday o'rgatsam, shuni tushuntiraman. Birinchi o'rinda boya aytgandek ma'ruza qilganimdan keyin o'rgatish usullarida doskada tuzdirish. Ko'proq doskada tuzdiraman. A'lochi o'quvchilar o'zlari bajarsa, qolganlarini doskada o'zimning nazoratimda tuzdirish menimcha bu ham yaxshi anaqa beradi bolalar uchun. Keyingisi fortepianoda chalish va kuylash. Bu ham bosqichda birinchi doskada tuzgandan keyin fortepianoda o'zi nima tuzganini eshitib topish asosan. Birinchi eshitib anaqa qilish, kuylash, topib. Keyingisi eshitish tahlili. Bunda majrur, minor, orttirilgan, kamaytirilgan yoki aylanmami, uchta uchlikmi ularni eshitib topish. 3 xil usulda ketyapti. Tuzadi, chaladi, kuylaydi va eshitib topadi. Keyingisi endi boyagi an'anaviy usulga kiradi. Har doim shunaqa usulda dars o'tamiz, to'g'rimi? Bunisi esa yangi metodlar haqida asosan aniq qilganman. Metodik yondashuvlar. Yangi hozirgi zamonaviy kirib kelayotgan bolalarimiz giperaktiv, to'g'rimi? 2000-yilda tug'ilganlar buyog'i bizga o'xshagan emas. Ular bunaqa darslardan zerikib qoladi. Ular uchun mana o'yin asosida, misol uchun aqliy hujum, bir-biriga o'yin asosida yoki ikki guruhga bo'lib savol-javob qilib, yangi mavzuni o'tgandan keyin mustahkamlab shunaqa o'tsak, menimcha esda qolish samaradorligi foizi oshadi. Keyingisi internet tarmoqlaridan foydalanish. Shu haqida ozgina gapirib o'tishim kerak. Bizda o'quvchilarga uncha telefonga ruxsat bermaymiz, lekin zamonimiz talabi bu telefon, to'g'rimi? Hamma bolaning qo'lida telefoni bo'lmasa mazasi bo'lmaydi. O'zimizniki ham shunday. Asosan mana yangi mavzu uchta uchliklar o'tyapmiz. Bolaga yangi kirib keldi bu so'z. Davay internetdan topinglar. Bu qanaqa, o'zi nima haqida ekan? U o'zi kim birinchi topsa baho qo'yaman desangiz, bola qiziqib o'zi topib nima haqidaligini o'qib yurdimi, u 50% esda qolar ekan o'zi topgani uchun.
asosan ozgina erkinroq qo'yish. Darsda telefondan foydalanib dars o'tsak, yana ham samaraliroq bo'ladi-da. Keyingisi garmonik diktant. Bu ham menimcha yaxshi akkordlarni eslab qolishga ko'pincha menimcha diktantlarda faqat garmonik diktant o'tamiz, major qanday eshitiladi, minor, garmonik diktant olsak ham yana bir marta mustahkamlab o'rganamiz. Keyingisi endi innovatsion yangi metodlar. Mana pastga tushib qoldi. Aqliy hujum metodi. Boya aytdim-ku, xayol bo'lingan bolaga darrov o'sha haqida savol bersak, darrov o'zini jamlab oladi, qaraydi. Nima bo'lyapti? Ha, bo'ldi. Endi xayolimni qaratib turay. Bo'lmasa ustoz menga savol beradi deydi, sirazi anaqa. Keyingisi BBB metodi. Bunda 3 guruhga bo'linadi. Misol uchun 3 tovushli yoki akkord so'zini o'zi biladigan terminlar u haqida. Bilaman, bilgan narsalarni yozadi. Keyingisida bilishni xohlayman, nimalarni bilmaydi. Ularni topib, men bilan izlanishda yozgandan keyin oxirida men shu yangi bilimlar oldim, bildim. Bu ham yaxshigina yordam beradi bolaga bu amallar o'rganishda. Uchun muhim. Mashqlar. Bu oxiriga yetib qo'ydik, men cho'qimda tugatib qo'ydim. Ijtimoiy turlarini o'rganishda asosan mana shunaqa boyagi o'zimiz an'anaviy usul, 3 xil usulda tushuntirib berib, chalib berib, eshitish tahlili, diktantlar olib, yangi metodlar bilan ko'proq o'tsak, menimcha yaxshiroq qoladi bolada deb o'yladim. Men yangi anaqa bo'yicha. Endi bu yerda yangilik bormi yo'qmi, men o'zim aniqroq bilmayman. O'zim o'tadigan usulim bo'yicha mana shunday. Bizda menimcha kamroq bola bo'ladi-da. Shu 30 ta bola o'tirmaydi. 6 ta bola o'tirgandan keyin 2 soat darsimiz menimcha bemalol o'sha mavzuni har biriga yetkazib berishimizgacha yetadi. O'zi a'lochilar bor darsimizda orasida, to'g'rimi? Kamida 2 ta yoshda a'lochi bo'ladi. Unga alohida tushuntirishingiz shart emas. Unga shunchaki o'pishni tushuntiraverasiz, ular tushunaveradi. Asosan mana bu yaxshi olmaydigan ikkichilar bilan anaqa ko'proq ishlab, ikkichi emas, sal yaxshi o'qimaydiganlar. Ular bilan o'zlashtirish ozgina past. Ular ham yomon emas, tabaqalashtirishimiz ham kerak emas. Mana shunaqalar bilan ishlashda o'zim ham ishlayman, keyin a'lochilardan bitta qilib qo'yaman. Bitta yaxshi o'qiydigan tushuntirib ber. O'shanda men ham uncha ko'p energiya sarflamayman, qayta tushuntirib charchamayman. Bola ham bir-biriga o'rgatib, asosan shu aniq qiladi-da. Tugab qolmadim. Keyingisiga tugadimi? Tugab qoldi. Endi qo'shimcha gapira qolay. Bitta 3 tovushlik turlar va aylanmalarida emas, asosan qolgan hamma o'tiradigan mavzularimizda mana shunday har bir etabiga bittalab yondashib menimcha o'tsak, har bitta o'quvchi zo'r bilim olib chiqib ketadi bu yerdan. Kechasi uyg'otib so'raganda ham menimcha yaxshi aytib berib aniq qila oladi. Mana bu oxirgisi bu anaqasi edi-da. Tugadi.